Xazinem Tor til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Assalamu alaykum hurmatli ota-onalar, bilimga tashna kelgusimizning izbosari aqlliq omoqlar. 8 yillik o'quv-o'qitish musobaqamizning bugungi kunda sizlar bilan bu fursatda jam bo'lish nasib bo'lgani uchun Allohga shukrlar bo'lsin. Mazkur sinfimiz uchun darsimiz 2023-yili 5-oyning 9-kuni seshanba kech rasmiy boshlandi. Darslik kitobimiz Oxford Universitetining yosh o'smir bolalar uchun tuzgan Family and Friends nomli maxsus kitobi bo'ladi va sizlarga uyg'un qismi o'tildi. Ota-onalardan talab qilganlarimiz: 1. Bolalarning darsga dal vaqtida to'liq qatnashib, bizga moslashishiga sharoit hozirlab berish. 2. Bolalarning diqqatini buzdigan varang-churung va shavqullardan xoli tinch muhit hozirlab berish. 3. Kompyuter, iPad yoki telefon bilan birga tinchlig'ish tayyorlab berish. 4. Bolalarga berilgan topshiriqlarga ko'ngil bo'lish. 5. Har qanday taklif fikr yoki talab bo'lsa, o'qituvchiga vaqtida yetkazish. Oxirida millatimizning kelgusi va bolalarning sog'lom taraqqiyoti uchun bizni jam qilgan barliq mas'uliyatchan ota-onalarga rahmat aytamiz.